Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Bugun chuchvarani qanaqa qilib tugishni o'rganamiz. Inshaalloh. Xamir qilishni, yoyishni o'rgandik oldingi videoda. Endi tayyor xamirni xuddi shunaqa qilib yupqa qilib yoyib olib, shunaqa qilib taxlab, bunday qilib buni keyin bo'lakchalarga bo'lib kesib olamiz. Kimdir yirikroqni xohlaydi, kimdir mayda chuchvara tugishni xohlaydi. O'zini ta'biga qarab xamirni kesib olamiz. Mana xamirimizni taxlab oldik. Endi bo'laklarga bo'lib kesib chiqamiz. Menga mayda chuchvaralar yoqqani uchun men maydaroq qilib kesib olman xamirimni bo'lakchalarini. Mayda bo'ladi. Nimaga vaqtimiz ko'proq, ishimiz ko'proq bo'ladi-ku, vaqtimiz ko'p ketadi-yu, lekin o'zi yaxshi mayda bo'lib, yaxshi chiqadi. Xohlaganlar yirik qilib, tez-tez shoshganda tez-tez tugsa bo'ladi. Maydaga vaqt ko'proq ketadi. Shuning uchun hamma o'zini xohishiga qarab kesadi. Men mayda qilib kesib olaman. Endi bu xamirlarimizni xuddi mana shunaqa qilib bitta-bittadan ochib, yana ust-ustiga taxlab olamiz. Shunaqa qilib taxlab olamiz. Keyin yana shuni to'rtburchak qilib, yana to'rtburchak holatiga keltirib kesib olamiz. Kelinlar qo'zg'olonida onaxonimiz Zaynab Sadriyeva aytadilar-yu, kelinim danayday chuchvaralarni tugarlar deb. Shunaqa danayday maydaroq bo'ladi bu chuchvara. Mana endi taxlab oldik. Endi mana shunaqa qilib to'rtburchak holatiga keltirib kesib olamiz. Hop, qiymamizga mana endi piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Piyozni bir xil yo'g'on qilib to'g'raydi, tez-tez qalin qilib to'g'rashadi. Masalan, menga qalin piyoz yoqmaydi. O'zi chuchvaramizni ham nimasi mayda. Bu pishganda, suvda qaynab pishganda ezilib pishib ketishi kerak. O'shaning uchun yupqa qilib to'g'rashga harakat qilaman. Shunda piyozimiz uncha bilinmaydi. Ichida piyoz chiqmaydi deb pishib ketadi qiymamizda. Hop, mana piyozimizni yaproqlab to'g'rab oldik. Mana piyozimizni yaproqlab mayda yupqa qilib to'g'rab oldim. Endi buni taxtakachga qo'yib, buni ustidan yana maydalab to'g'rab olamiz. Ozgina yoyib turib, mana shunaqa qilib maydalab oldik. Endi piyozimizni
Sal kattaroq tog'orachaga solib olamiz. Endi tayyor qiymamizni tog'orachaga piyoz ustiga solamiz. Mana qiymamizni solib oldik. Yog'ini ham alohida chiqarganman. Yog'ini ham o'zingizlarning tabiiyligiga qarab solasizlar. Hop, endi tuzini solamiz. Zira solamiz. Tarkiga ko'ra. Tayyor maydalab qo'yilgan zira. Keyin ozgina kashnich urug'ini ham maydalab qo'yganman. Undan ham sug'oramiz. Endi buni aralashtiramiz yaxshilab. Ana qiymamiz tayyor holatga keldi. Piyozni tabiiyligiga qarab solasizlar. Kam bo'lib qolsa ham unchalik o'xshamaydi. Mana xamirimizni endi sho'ralarni tugishni boshlaymiz. Qiymani solib, ikkita uchini baravarlab, tepasini qayiramiz ozgina. Keyin ikkita uchini birlashtirib qo'yamiz. Shunaqa qilib hammasini tugib olamiz. Shunaqa qilib hammasini tugib olamiz. Mana chuchvaralarimizni tugib bo'ldik. Endi buni muzlatgichga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Yoqimli ishtaha.